nimaga xafa bo'lyapti klientimiz? Shunaqa zo'r uy-joy topib qo'ygan bo'lsam, Toshkent shahrining kindigini jiddiy yonginasida Muhabbat shahridan uy topib qo'ygan bo'lsam, xafa bo'lasizmi? Bir qadam tashlasangiz metro bo'lsa, o'ngga qarasangiz bog'cha, chapga qarasangiz maktab, pastga qarasangiz kafe, restoran, tepaga qarasangiz qushlar, osmon, quyosh bo'lsa ham xafa bo'lasizmi? Bosh to'lovini 52 million so'mdan qilib qo'ygan bo'lsa, menga qarang. Men turgan bo'lsam, qaysi duolaringizda so'rovdingiz? Shunda ham kulmaysizmi? Oylik to'lovlarini 3 million 900 ming so'mdan qilib bergan bo'lsam, jinnimisiz? Kulmaysizmi? Yig'laysizmi? Nimaga? Uy zo'r, taklif ham zo'r, narxi ham zo'r, lekin hamma yig'ib qo'ygan pulimga men durak. Yangi telefon chiqsa yugurib borib olman. Shuni o'rniga bitta uy olsam bo'lardi-ku. O'rtoqlar, bu videoni srochno uy olmoqchi bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Uylar soni cheklangan. Keyin shu bolaga o'xshab yig'lab yurmanglar afsuslanib. Ukam, to'xtang, qaytarib bersa bo'lmaydimi?